Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi 1.30 lik kamin pechkamiz Boltako'lga o'rnatdik. Hozir qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Pechka 1.30 ligidan o'rnatib berdik. Shu yozda qo'yib ketdik, qo'shnilarga ko'rib shu havas qilishdi. Kelib mana xudo xolasa o'rnatib yoqib berdik. Videoga like bosib, kanalga yangilar bo'lsa obuna qilasizlar. Mana yoqib qo'yganmiz. Tutun yetermedi. Şomun keseyim. Tutun yetermedi olsa. Xizmat bo'lsa, vodiy bo'ylab kosmosda bo'lmasalar ham borib beraveramiz. Hamma yo'g'ini o'zimiz borib o'rnatib yoqib beramiz. Xudo xolasa. Suvni ta'mi muz bilan, qishni ta'mi kamin pechka bilan deydi-yu. Shunday. Yurigasi sement qum, azbestorlar shipirdan chiqadigan bo'lsa, bitta paklashga gel olib qo'yadi, qolganini olib o'rnatib yoqib beramiz. Mo'ri zigzag o'chib ketadi. Tepadan hech qanaqa qora hech bo'lmay olsa. Vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Pechka 1.30 lik. Qanoti bor, abrisovka g'ishtlar bilan urib yoqib beramiz. Abrisovka bo'lishining sababi shunday qoladi. Buni yana shuvoqqa, kafilqa, yana usta qidir, shuva, chop, beza bo'lmaydi, shunday qoladi. Uydagilar tepasini, yonboshlarini yamab qo'yishadi. Qabul bo'ladigan bo'lsa, addichiklar qo'yadi. Bu oldi tarafi 1.30 likda oldida ikkita duxovka, orqada bitta duxovka bo'ladi. Yavaşça bitta baho berib ko'rasizlar. Orqa tarafini ham ko'rsatamiz. Mana orqa tarafida o'rtasida bitta duxovka bo'ladi. Abrisovka g'ishtlar toshdan materiali. O'tga chidamli, issiqqa chidamli. Pastda tepada lis bo'ladi. Mana. Xizmat bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Assalomu alaykum ahlitu, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi kamin pechkamizni ham o'rnatib, yoqib, sinab oldik. Xudoga shukr, zo'r, ideal. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. 1 metrli o'choqlisini Namangan viloyati Pop tumani Yangiobod qishlog'iga G'ayrat akamida G'ulomjon akaning uylariga o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlar qoldiramiz. Sarlavhada bizda narxlar aytilmaydi. Nimagaki keyingi videoni ko'rib telefon qilishlari mumkin-da, shuning uchun narx aytilmaydi. Keyingi yilga ozgina narxlar ko'tarilib qolgan bo'lsa, bunaqa degansizlar videoda deyishlari mumkin. Shuning uchun narxlar aytilmaydi. Narxlar telefon orqali hozirgi kundagi narxlar aytiladi. Telefon kim murojaat qilsa shunaqa bo'ladi. Hurmatli obunachilar, shularni inobatga olib qo'yinglar. Xizmat vodiy bo'ylab 1 metrli o'choqlisini o'rnatdik. To'rli bo'ladi, oldi orqa o'txona
Polni turli bo'ladi, lazerda kesilgan. Mana o'zi mana ozgina chaqlanib olsa, ozgina qisib qoladi, temir cho'ziladi-yu. Shuni hisobiga chaqlab yuboriladi, bo'lmasa turaveradi, shunday deydigan bo'lsa, turaveradi. Doğrusu torchlari o'ta go'zal. Havo aylantiryapti hozir. Doğrusu yaxshi. Ideal yonyapti. Xizmat bo'lsa, vodiy bo'ylab mana murojaat qilaverasizlar. Aytlarda gaz ulagan teshiklar tashab ketilgan. Keyin vozdufga ham bu. O'sha ochib qo'yilsa, tezroq yonadi. O'sha tezroq yonish uchun agar gaz bo'lsa, chetdan tiqib qo'ysa ham bo'laveradi. Like bosib, kanalda yangilar bo'lsa, obuna bo'lasizlar. Issiqni tafti urdi o'zi. Vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Assalomu alaykum ahlitor, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi kamil pechkamiz 1.30 lik o'choqlisini Namangan viloyati Mingbuloq tumani Dehqonobod qishlog'iga o'rnatib berdik. Videoga like bosib, kanalda yangilar bo'lsa obuna qo'yasizlar. Mana videolari qabul jarayoni Rossiyada turib zakaz qilishdi, mana kelib o'rnatib berdik. O'zlari ham Rossiyadan kelib chaqirishdi mana. Bir yildan beri bu pechkani bu kanalga obunachi bo'lib, like bosib, anchadan beri kuzataman. Mana Xudoga shukr, mana shu pechkani havas qildim, o'rnatdim. Hammalaringga tavsiya qilaman. Yonishlari hammasi mana o'zim YouTube'da ko'rganimda. Yonishlarini ham ko'raverasizlar. Tortishlari yaxshi mana. Lekin qiziqqanlar bo'lsa, ash pechkani havas qilganlar bo'lsa, o'zlaring aloqaga chiqib qo'yasizlar. Men xursandman, yaxshi. Xizmatlar ma'qulmi aka? Ma'qul, zo'r. Xizmatlaringga gap yo'q. Mana hurmatli obunachilar. Torchlarga baho berib qo'rasizlar mana. Tortadi, kulini ham xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Mana orqa tarafi 1.30 lik pechkamiz, to'rlik lista qilingan. Ham yo'g'ini o'zimiz olib borib, o'rnatib yoqib beramiz. Abisobka g'ishlari bilan buni shuvoq ham qilmaysiz, kafilantirmaysiz, shunday qoladi. Haftada bir, oyda bir artib qo'ysangiz, g'ishti ishchaga o'xshab ketadi. Pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Ne bo'lyapti tortishi? Bo'ldi, bo'ldi, solmang.